Boshliq bo'lish oson emas. Kimdir oylikka ishlab turib boshlig'ining pulini hisoblashni boshladimi, bo'ldi, o'yin tugadi. Chunki u xodim bilmaydi, bu narsalarning egasi shunchaki boshliq bo'lgani uchun pul olmaydi. U risk qiladi, tavakkal qiladi. Xodimlar tepadagi millionlarni ko'radi, pastdagi million qarzni ko'rmaydi. Ular vitrinalarni ko'radi, lekin orqasidagi necha yillik mehnatni, bedor tunlarni, uyqusiz kechalarni ko'rishmaydi. Bu ishxonaning egasi shunchaki omad kelib qolgan odam emas. U hammasini garovga qo'ygan odam. Uyqularini, vaqtini, hayotini. Umri davomida nimadandir kechib harakat qilgan odam. U millionlarga arziydigan shartnomalarga qo'l qo'yadi. Arenda, ijara to'laydi, tovar, mahsulot oladi, risk qiladi va har safar o'ziga inshaalloh o'xshaydi deydi. U qaysidir millionlik ishlarni hal qilish yoki qanaqadir million qarzlarni yopish haqida bosh qotirib yurganida qaysidir xodimning eng katta muammosi uxlab qolganligi yoki avtobusga kech qolganligi bo'ladi. Keyin esa o'zini boshliq bilan taqqoslaydi. Hech qachon taqqoslamang. Agar shuncha topmoqchi bo'lsangiz, xuddi shuncha yukni yelkangizga ortib, mas'uliyatni ham zimmangizga oling.